o'rindagi konvertda ma'lum bir miqdordagi pul bor. Va hozir sizni qiladigan ishingiz shu magazindan xohlagan narsangizni olish. Faqatgina mana shu konvertdagi puldan siz olgan narsangizga narx oshib ketmasi kerak. Agar oshib ketib qolsa, u narsani olmaysiz. Va hammasini olishingizga sizga rovni 2 minut vaqt beriladi va vaqt ketdi. Ketyapti vaqt. Yuring, kalash o'tirishga qarang. Taxminan necha pul deb o'ylaysiz? Qarang, 150 ming bo'lsa kerak. Ikkita olsak 20 ming ketdi. Bundan qolma. 1 minutdan kam qoldi, 55 sekund. Yo'q, ishlama olamasam. 50 sekund. Onasini emsan. 50 sekund. Voy, vashcha kallam ishlamayapti. Faqat shokolad oldim. Anaqa bor. Bo'sh shokolad oldiramiz kerak. Shuni o'zi gazeta 100 ming bo'lib qo'ygan bo'lsa kerak. 30 sekund. Oshib ketdimi menimcha hozir? Yoki necha pullik narsa oldim deb o'ylaysiz? Rahmat. Shu videoni eng ko'p do'stiga jo'natgan odam bilan shu videoni davomini olaman. 8 sekund, 6. Bo'ldi, bo'ldimi? Yo'q, olib borishim kerakmi? Bo'ldi, stop. Yo'qamayli, bo'lsa endi kassaga borib ko'ramiz. Pulimiz yetarmikan yo'qmi? Hozir menimcha ko'p bo'lib ketdi 150 ming. Agar 150 mingdan siz aytgan pul ko'proq bo'lsa, demak o'tadi. Nima bo'lmadi, hozir uni ko'ramiz. Va siz hozir olgan narsa 133 ming bo'ldi. Va bu konvert ichida 250 ming bor edi. Ya'ni bu narsa sizniki.